6 fevral. Bugun taqdir jim turmaydi. Kimdir kutmagan xabar oladi, kimdir esa hayotida burilish yasaydi. Burchingiz nima deydi? Hozir bilib oling. Qo'y burchi vakillari. Qo'y burchi vakillari, bugun siz uchun ichki uyg'onish kuni bo'ladi. Ertalabdan boshlab hayotga boshqacha nigoh bilan qaray boshlaysiz. Kecha ahamiyatsiz tuyulgan masalalar bugun asosiy o'ringa chiqadi. Ayniqsa ish va shaxsiy rejalarda aniqlik paydo bo'ladi. Siz uzoq vaqtdan beri ikkilanib yurgan qarorni aynan bugun qabul qilishingiz mumkin. Kun davomida o'zingizga bo'lgan ishonch kuchayadi. Gaplaringiz qat'iy, harakatlaringiz dadil bo'ladi. Atrofdagilar sizning energiyangizni sezadi va fikringizga quloq soladi. Rahbarlik bilan bog'liq masalalarda sizga mas'uliyat yuklanishi mumkin. Bu ishonchni oqlash imkoniyati ham bo'ladi. Oilaviy masalalarda ehtiyotkorlik muhim. Yaqinlar bilan birga yuritilayotgan ishlar yoki oila ichidagi pul masalalari tortishuvga sabab bo'lishi mumkin. Bugun hamma hujjat va kelishuvlarni 2 marta tekshirish foydadan xoli emas. Yuridik masalalar bo'yicha maslahat olish uchun qulay payt. Shaxsiy hayotda yuragingiz tezroq ura boshlaydi. Kutilmagan uchrashuv yoki samimiy suhbat kayfiyatingizni ko'taradi. Turmush qurgan qo'ylar esa bugun jufti bilan unutilmas lahzalarni boshdan kechiradi. Sog'liq borasida umumiy holat yaxshi, ammo bolalar yoki chaqaloqlar bilan bog'liq mayda tashvishlar bo'lishi mumkin. Bugun reja tuzish, yangi yo'l tanlash va hayotingizda muhim burilish qilish uchun ayni vaqtidir. Buzoq burchi vakillari. Bugun buzoq burchi vakillari uchun sokinlik ortida katta siljishlar yashiringan kun bo'ladi. Tashqi tomondan hammasi odatdagidek ko'rinsa-da, ichingizda muhim qarorlar pishib yetiladi. Ish faoliyatingizda kutilmagan vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Yangi topshiriq, lavozimdagi o'zgarish yoki rejalardan chetga chiqish. Avvaliga bu holat bezovta qilishi ehtimoli bor, ammo aynan shu burilish sizni keyingi bosqichga olib chiqadi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik talab etiladi. Kutilmagan xarajatlar rejangizni buzishi mumkin, ayniqsa qarz yoki kredit bilan bog'liq masalalarda. Bugun pulni tejash va har bir qarorni sovuqqonlik bilan qabul qilish foydali bo'ladi. O'tmishda qilgan mehnatingiz esa asta-sekin natija bera boshlaydi. Kichik mukofot yoki maqtov olishingiz mumkin. Oilaviy muhitda mayda tushunmovchiliklar yuzaga chiqishi mumkin. Yaqqol gaplashilmagan mavzular yana ko'tariladi. Sirlaringizni hammaga ochishga shoshilmang, ayniqsa hissiyot ta'sirida. Biroq ishonchli inson bilan samimiy suhbat ichingizni yengillashtiradi. Shaxsiy hayotda qisqa, ammo hayajonli uchrashuv ehtimoli bor. Bu voqea uzoq davom etmasligi mumkin, lekin kayfiyatingizni ko'taradi. Turmush qurgan buzoqlar esa juftining har bir harakatidan norozi bo'lishi mumkin, ammo vaqt o'tib bu yaxshilikka bo'lganini tushunadi. Sog'liq jihatdan charchoq seziladi, shuning uchun bugun dam olish va o'zingizga g'amxo'rlik qilish muhim. Hatto kichik yutuqlarni ham qadrlang. Bugun aynan shu mayda qadamlar kelajakdagi katta muvaffaqiyatning poydevori bo'ladi. Egizak burchi vakillari. Bugun egizaklar burchi vakillari uchun aloqa va ichki anglashuv kuni bo'ladi. Yolg'iz harakat qilish o'rniga atrofingizdagi insonlar bilan birlashish sizga kutilmagan natijalar olib keladi. Do'stlar, hamkasblar yoki yaqinlar bilan birgalikdagi reja kuchliroq va samaraliroq bo'ladi. Bugun jamoa ichidagi sizning fikringiz muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o'zingizni chetga tortmang. Shaxsiy hayotingizda samimiylik birinchi o'ringa chiqadi. Ichingizda uzoq vaqtdan beri aytilmay kelgan gaplar yoki fikrlar bugun ularni yumshoq va to'g'ri shaklda ifoda etish imkoniyatini beradi. Turmush qurgan egizaklar uchun juftining g'amxo'r tomoni namoyon bo'ladi. Bu esa ishonchni yanada mustahkamlaydi. Yolg'izlar esa yo'qligida ham yaqin insonni eslatadigan mayda belgilarni sezishi mumkin. Ish faoliyatida quvonarli xabar kelishi ehtimoli bor. Bu lavozim, loyiha
yoki kutilmagan taklif bo'lishi mumkin. Moliyaviy masalalarda esa uzoq muddatli foyda keltiradigan yo'nalishlarga e'tibor qaratish foydali. Shubhali va haddan tashqari jozibali takliflardan yiroq bo'ling. Uy yumushlari va tartib masalalari rejangizda bo'lsa-da, bugun vaqt yetmasligi mumkin. Shunga qaramay, ruhiy yengillik uchun kichik tanaffus qilish zarur. Turmush o'rtog'ingizni sog'lig'i sizni biroz tashvishga solishi mumkin, ammo vaziyat nazorat ostida bo'ladi. Bugun ijod, hazil va muloqot sizni jamiyat markaziga olib chiqadi. O'zingizni erkin ifoda eting. Aynan shu kun sizni ichki o'sishga olib boradi. Qisqichbaqa burchi vakillari. Bugun qisqichbaqa burji uchun ichki dunyo bilan tashqi hayot o'rtasidagi nozik muvozanat sinovdan o'tadi. Ertalabdan boshlab kayfiyatingiz sezilarli darajada o'zgaruvchan bo'lishi mumkin, lekin bu beqarorlik emas, bu ichki sezgining uyg'onishidir. Bugun mayda belgilar, odamlarning ohangi va hatto tasodifiy gaplar siz uchun muhim ma'no kasb etadi. Ayniqsa, so'nggi kunlarda yuragingizda yig'ilib qolgan savollarga javob topish ehtimoli kuchli. Munosabatlarda ochiq gaplashish zarur bo'ladi. Aytilmay qolgan gaplar yoki ichga yutilgan hislar kechga borib tushunmovchilikka olib kelishi mumkin. Agar yaqin insoningiz bilan muhim suhbat bo'lsa, bugun uni cho'zmasdan hal qilish foydali. Samimiylik bugun sizning eng kuchli qurolingizga aylanadi. Ish va kundalik mas'uliyatlar borasida jamoaviy ishlar oldinga siljiydi. Yolg'iz harakat qilishdan ko'ra fikr almashish, kelishish va vazifalarni bo'lishish ko'proq natija beradi. Kimdir sizning yumshoqligingizni kuchsizlik deb o'ylashi mumkin, ammo bugun aynan shu xususiyat muammolarni tinch yo'l bilan hal qilishga yordam beradi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik ustun turadi. Katta xavflar uchun kun mos emas, ammo tartibga solish, hisob-kitob qilish va reja tuzish uchun juda qulay. Kechqurun esa o'zingizga vaqt ajrating. Sokin muhit, yaqin insonlar yoki yolg'iz qolib fikr yig'ish ruhiy yengillik olib keladi. Bugun qisqichbaqa o'zini asrab, ichki ovoziga quloq solsa, kun oxirida yengil va xotirjam bo'ladi. Arslon burji vakillari. Bugun Arslon burji uchun kun ikki xil oqimda kechadi. Ichki charchoq va tashqi faollik bir-biri bilan kurashadi. Ertalab shaxsiy rejalaringizga kuch yetmayotgandek tuyulishi mumkin. Ba'zi orzular vaqtincha uzoqlashgandek ko'rinadi, lekin bu mag'lubiyat emas. Bu to'xtab nafas rostlash zarur bo'lgan palladir. Bugun hammasini birdan uddalash shart emas. Bosqichma-bosqich yurish sizni uzoqqa olib boradi. Kun davomida kayfiyat keskin ko'tarilib ketishi ehtimoli yuqori. Bir payt o'zingizni to'liq his qilsangiz, boshqa payt ichingizda kuch va ishtiyoq josh uradi. Shu sababli hissiy muvozanatni yo'qotmaslik muhim. Aytilgan gaplarga haddan ortiq ma'no yuklash yoki mayda holatlarga asabiylashish kunning asosiy xatolaridan biri bo'lishi mumkin. Oilaviy masalalar ham bugun e'tiborni talab qiladi. Kechiktirilgan vazifalar yoki beparvo qarorlar keyinchalik qimmatga tushishi mumkin. Sevgi tomonida esa yoqimli iliqlik seziladi. Hayotiy juftingiz sizni xursand qilish uchun harakat qiladi. Siz esa buni qadrlashingiz kerak bo'ladi. Ish va moliya borasida tajribali insonlarning fikriga quloq tutish foyda keltiradi. Yangi g'oyalar aynan bugun samara bera boshlaydi. Sayohat yoki yo'l bilan bog'liq reja kutilmagan tanishuvlarga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, bugun Arslon uchun sabr, hushyorlik va o'ziga ishonch uyg'unlashsa, kun oxiri mamnuniyat bilan yakunlanadi. Parizod burji vakillari. Bugun Parizod burji uchun tartib, aniqlik va amaliy yutuqlar kuni. Ertalabdan boshlab ichingizda hamma narsani joy-joyiga qo'yish istagi kuchayadi. Ish stolingizdan tortib hayot rejalaringizgacha. Bugun mayda detallarga e'tibor berish katta natija beradi. Ayniqsa ish faoliyatingizda aniq maqsad qo'yib, vazifalarni ustuvorlik bo'yicha ajratsangiz,
unumdorlik sezilarli darajada oshadi. Bu kun sustlik emas, balki puxta va sokin oldinga siljish bilan ajralib turadi. Moliyaviy masalalarda ehtiyotkorlik talab etiladi. Jozibali takliflar yoki tez foyda va'dalari sizni chalg'itishi mumkin. Ammo bugun shoshma-shosharlik zarar keltiradi. Hisob-kitob, tejash va uzoq muddatli rejalash eng to'g'ri yo'l. Pul masalasida sovuqqonlik sizni xotirjam qiladi. Hissiy tomondan esa bu kun yengillik olib keladi. Uzoq vaqtdan beri ichingizda yig'ilib yurgan og'ir xotiralar yoki aytilmagan gaplar asta-sekin bo'shashadi. Kim bilandir ochiq suhbat yoki yolg'iz qolib o'ylash ruhingizni tozalaydi. Yaqinlaringiz sizdan aniq maslahat va ishonch kutishadi. Sog'liq nuqtai nazaridan tartib muhim. Ovqatlanish, uyqu va kundalik rejaga rioya qilish tanani ham, ongni ham tetiklashtiradi. Bog', oshxona yoki sokin uy yumushlari ichki muvozanatni tiklaydi. Bugun parizod tashqi ishlar bilan ichki tinchlikni uyg'unlashtira olsa, kun nihoyatda samarali yakunlanadi. Tarozi burji vakillari. Bugun tarozi burji vakillari uchun kutilmagan holatlar yuzaga kelishi mumkin. O'zingizni atrofdagilarning fikr va qarorlari bilan uyg'unlashtirishga harakat qiling. Chunki tushunmovchiliklar kichik bahslarga aylanib ketishi mumkin. Shu sababli murosaga tayyor bo'lish va vaziyatni diqqat bilan kuzatish muhim. Muhim ishlarni rejalashtirishda aniqlik va sabr ko'rsatish sizga katta foyda keltiradi. Yangi loyihalar yoki g'oyalarni amalga oshirishda o'z iqtidoringizga ishoning. Chunki kutilmagan imkoniyatlar sizni hayratda qoldiradi. Shaxsiy aloqalarda ochiq va halol muloqot muhim ahamiyatga ega. Yaqinlaringiz bilan tushunish va hissiy uyg'unlik yaratish uchun vaqt ajrating. Romantik jihatdan kichik e'tibor va samimiy so'zlar sizning munosabatlaringizni chuqurlashtiradi. Sayohat yoki qisqa safarlar bugun qoniqarli va xotirjam bo'lishi mumkin. Ayniqsa, rejalashtirish va tayyorgarlikni oldindan amalga oshirsangiz. Sog'liq nuqtai nazaridan bugun tinchlantiruvchi mashqlar va meditatsiya kayfiyatingizni ko'taradi, energiyani saqlaydi. Moliyaviy jihatdan ehtiyotkorlik bilan yondashuv tavsiya etiladi. Yangi investitsiyalarni diqqat bilan tahlil qiling. Kun davomida ijodkorlik va estetik zavqlarga e'tibor qarating. San'at, musiqiy mashg'ulotlar yoki o'zini rivojlantirish faoliyati ruhingizni ko'taradi. Kechki vaqt esa tinchlik va uyg'unlikni his qilishga yordam beradi. Ichki barqarorlikni mustahkamlaydi. Bugun siz atrofingizdagilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan kunga duch kelasiz. Shu kunning oxirida o'zingizni baxtli, tinch va quvnoq his qilasiz hamda kelajakdagi imkoniyatlar uchun kuchli poydevor yaratgan bo'lasiz. Chayon burji vakillari. Bugun Chayon burji vakillari uchun o'zgarishlar kuchli impuls bilan keladi. Muammolarni hal qilishda jasorat va qat'iyat muhim rol o'ynaydi. Chunki eski odatlar sizni rivojlanishdan to'sib qo'yishi mumkin. Professional sohada yangi loyihalar yoki mas'uliyatli vazifalar sizni sinovdan o'tkazadi va tug'ma topqirligingizni ishga solishni talab qiladi. Moliyaviy jihatdan ehtiyotkorlik bilan yondashuv tavsiya etiladi. Muzokaralar foydali bo'lishi mumkin, ammo majburiyatlar va xarajatlarni diqqat bilan baholang. Shaxsiy munosabatlarda his-tuyg'ular kuchayadi. Shu sababli ochiq va samimiy ifoda muhim. Yaqinlaringiz bilan chuqurroq aloqalar o'rnatish, ularni tushunishga intilish sizni xotirjam va baxtli qiladi. Uy sharoitida tartib va estetik muhit yaratish ruhiy barqarorlikni oshiradi. Sog'liqni qo'llab-quvvatlash uchun meditatsiya, chuqur nafas olish va jismoniy mashqlar muhim. Yoga yoki raqs orqali energiyani tiklash sizni tetiklashtirishi mumkin va kayfiyatingizni ko'taradi. Romantik jihatdan birgalikdagi faoliyat, kichik e'tibor va samimiy so'zlar sevgi munosabatlarini mustahkamlaydi. Sezgilaringizga ishoning, ular sizga qaysi vaziyatlarda sabr va qadam tashlashni ko'rsatadi. Sayohatlar
yoki qisqa safarlar bugun qoniqarli va stressiz bo'ladi. Kundalik ishlar va mas'uliyatlarni bajarishda aniqlik va intizom sizga yordam beradi. Kechqurun esa tinchlik va uyg'unlikka intiling. Ruhiy yangilanish va ichki barqarorlikni his qiling. Bugun siz o'zgarishlarni qabul qilishingiz, eski odatlardan voz kechishingiz va yangi imkoniyatlarni quchoqlashingiz mumkin. Shu kun sizni kuchliroq, xotirjamroq va kelajakdagi muvaffaqiyatlarga tayyorlaydi. O'qotar burji vakillari. Bugun o'qotar burji vakillari uchun intellektual va hissiy uyg'unlik markaziy rol o'ynaydi. Qarorlar qabul qilishda aql va sezgi uyg'unligi sizga muhim yordam beradi. Muhim tanlovlar yoki yangi vazifalar sizni sinovdan o'tkazadi, lekin ochiq fikr va hamdardlik bilan ularni muvaffaqiyatli hal qilishingiz mumkin. Yaqinlaringiz bilan iliq va mehrli aloqalar sizni ruhiy jihatdan ko'taradi. Ochiq va tabiiy ifoda o'zaro tushunishni mustahkamlaydi. Shaxsiy hayotingizda kichik e'tiborlar va samimiy harakatlar sevgi munosabatlarini chuqurlashtiradi. His-tuyg'ularingizni ifoda etishdan qo'rqmang. Ular sizga yaqin insonlar bilan bog'lanish va aloqalarni rivojlantirish imkonini beradi. Sayohatlar va qisqa safarlar bugun quvonchli va xotirjam bo'lishi mumkin. Oldindan rejalashtirish va tayyorgarlik stressni kamaytiradi. Professional sohada yangi ko'nikmalarni o'rganish va tajriba orttirish mumkin. Fikrdoshlar bilan muloqot va hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelajakdagi istiqbollarni mustahkamlaydi. Moliyaviy jihatdan ehtiyotkorlik bilan yondashuv zarur. Sog'liqni qo'llab-quvvatlash uchun ochiq havoda faoliyat, sport va jismoniy mashqlar ruhiy va tana energiyasini oshiradi. Kechqurun esa kun davomida erishilgan yutuqlarni qadrlang va minnatdorlik bilan mulohaza yuriting. Tog' echkisi burji vakillari. Bugun sizning qat'iylik va puxta rejalashtirish qobiliyatingiz bosh rolni o'ynaydi. Ish joyida sizning amaliy yondashuvingiz va muammolarni tizimli hal qilish qobiliyatingiz jamoa ruhini ko'taradi. Hamkasblaringiz sizdan ilhom oladi. Moliyaviy qarorlar yuzasidan sezgir bo'ling. Sarflar va investitsiyalarni chuqur tahlil qiling. Kelajakdagi intilishlaringizga mos kelishini tekshiring. Shaxsiy munosabatlarda sabr va donolik boshqalarga maslahat berishda kuchli qiladi. Yaqinlaringiz sizning yo'l yo'rig'ingiz orqali murakkab vaziyatlardan chiqishi mumkin. Bugun sizni analitik tafakkur va ijodiy chalg'ituvchilar uyg'unligi kuzatadi. Sevimli mashg'ulotlar va yangi hobbilarga e'tibor qarating. Ular sizning ruhingizga taskin beradi va ichki kuchingizni oshiradi. Sog'liq va chidamlilikni birinchi o'ringa qo'yib, jismoniy mashqlarni odatga aylantiring. Yangi imkoniyatlar bugun paydo bo'lishi mumkin, ammo ularni baholashdan avval ongli qarorlar qabul qiling. O'z biznesingiz yoki shaxsiy loyihalaringizga yangi yo'nalishlar berish imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Romantik munosabatlar bugun iliqlashadi. Ba'zi uchrashuvlar kutilmagan energiya bilan to'ladi. Shu bilan birga, takabburlik va o'z-o'ziga haddan tashqari ishonch muvozanatni buzishi mumkin. Diqqat bilan harakat qiling. Kun oxirida natijalarni tahlil qiling va barqaror yutuqlarga erishish yo'lini qadrlang. Sizning qat'iyat va puxta rejalashtirishga asoslangan strategiyangiz kelajakdagi muvaffaqiyatlarga mustahkam poydevor yaratadi. Qovg'a burji vakillari. Bugun sizning ijodiy energiyangiz va noyob qarashlaringiz atrofdagilarni hayratga soladi. His-tuyg'ularingizni ochiq ifoda etish orqali boshqalarni rag'batlantirasiz va o'zingizga xotirjamlik bag'ishlaysiz. Sokin oqshomlar yoki kitobga sho'ng'ish sizni ichki dunyoyingizni chuqurroq tushunishga yordam beradi, ruhingizni to'ldiradi. Bugun yangi imkoniyatlar yuzaga chiqadi. Eski odatlarni tashlab, yangi yo'llarni sinab ko'ring. Jasorat bilan harakat qiling, chunki o'zgarishlar sizni qoniqtiradigan natijalarga yetaklaydi. Shaxsiy hayotda ochiq muloqot va samimiylik munosabatlarni mustahkamlaydi. Bir-biringizga rag'bat beruvchi suhbatlar muhim bo'ladi. Oilaviy masalalarda noaniqlik bo'lsa, ularni sabr bilan hal qiling.
Moliyaviy jihatdan esa sezgir va ongli qarorlar qabul qiling. Professional sohada yangi loyihalar yoki innovatsion g'oyalar sizni markazga chiqaradi. Hamkorlikdagi tashabbuslar samarali natija beradi. G'oyalarni amalda qo'llash orqali muvaffaqiyatga erishish mumkin. Sog'liq va farovonlik uchun guruh mashqlari, eksperimentlar yoki yangi tajribalarni sinab ko'rish foydali bo'ladi. Kechqurun mulohaza yuriting. Ijodiy va ruhiy energiyangizni uyg'unlashtiring. Bugun sizni kelajakdagi imkoniyatlarga tayyorlash, shaxsiy o'sish va maqsadlaringiz sari qadam qo'yishga undaydi. Sizning noyob fikrlaringiz va qat'iy e'tiboringiz bugungi kunni yorqin va samarali qiladi. Baliq burchi vakillari. 6-fevral siz uchun ichki olam uyg'onadigan, sezgi va yurak bilan bir tilda gapira boshlaydigan kun bo'ladi. Bugun baliqlar odatda sezmaydigan mayda ishoralarni ilg'aydi. Odamlarning nigohi, so'zlari orasidagi ma'no, sukunatdagi signal ham sizga ko'p narsani aytadi. Shu sababli bu kun sizni alday olmaydi. Kim samimiy, kim esa vaqtincha ekanini aniq his qilasiz. Ijodiy sohada bo'lgan baliqlar uchun bu sana alohida ahamiyatga ega. Musiqa yoki go'zallik bilan bog'liq ishlar ichingizdan otilib chiqadi. Hatto ilgari boshlashga jur'at qilmagan g'oya bugun aniq shakl ola boshlaydi. Ish va karyera masalasida sokin, ammo muhim burilish bo'lishi mumkin. Kimdir sizning qobiliyatingizni payqaydi yoki mas'uliyatli vazifa topshiriladi. Shoshilmasdan, lekin ishonch bilan harakat qiling. Moliyaviy jihatdan kun ogohlantiruvchi. Va'dasi chiroyli, lekin asosi zaif takliflarga ishonmang. Bugun pulni saqlab qolish uni topishdan muhimroq. Sevgi va munosabatlarda esa yuragingiz iliqlik tarqatadi. Sizning bir og'iz yumshoq so'zingiz kimnidir ichki og'riqdan qutqarishi mumkin. Yolg'iz baliqlar uchun esa kutilmagan samimiy suhbat qalbni titratadi. Sog'liq tomonlama tanangiz sokinlik so'raydi. Shovqin, ortiqcha muloqot va charchatadigan muhitdan uzoqroq bo'lish foydali. Kechqurun xotirjam joyda o'tirib, o'zingiz bilan yolg'iz qoling. Aynan shu paytda ichki kuchingiz tiklanadi. Bu kun baliqlarga bir haqiqatni eslatadi. Sizning eng katta qudratingiz yuragingizning tozaligidadir. Aziz kuzatuvchilar, agar bu bashorat sizga mos tushgan bo'lsa, videoga like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing. Har kuni aniq va chuqur munajjimlar bashorati uchun obuna bo'ling. Keyingi bashoratlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.